ushbu ko'rgazmada ochilishda qatnashayotgandan mana xursand. Judayam vaqtim kam edi, lekin baribir keldim. Chunki anchadan beri ko'rish niyatim bor edi. Yaxshi yangi narsalar, ustozlaringiz ham gapirishni boshqasi. Siz yaxshi usta ko'rgan shogird. Bu sraz bilinib turibdi, madina qo'lingizdan hammasi keladi. Bu Instagram'dagi hozirlashib ketgan narsalar man kirishni ham bilmayman, kirsam chiqishni ham bilmayman. O'shaning uchun man endi yo'q ko'rmayman. Bu ham ancha bilish kerak zamonaviy nimalar. Lekin man bitta narsadan xursandmanki, siz qatori sirli bitta pokoleniya kirib kelyapti. Hozir avlod yangi avlod kirib kelyapti. Haligi biz kazo-kazomiz deganlar o'zi ovozi pasayapti-da, sizlarni oldingizda. Bu bizlarni mana masalan rahbar sifatida niyatim ham shu edi. Xudo xolasa mana shu niyatim sekin-sekin amalga oshyapti. Yangi bir moshniy avlod paydo bo'ldi. O'zini bir dunyoqarashi bor, umuman san'atda gapiradigan o'zining gapi bor. No, sekin-asta o'zini san'atda yuradigan ko'chasini ham aniqlik kiritiladi. Hozir ko'chalar ko'p, lekin nima deydi, eksperimentlar kerak, chunki yoshlikda qilmasa qachon qiladiki bu eksperimentlar. O'shaning uchun vaqt soati keladi, aynan mana bu sizni ko'changiz, mana Sardorniki yoki Jasmandniki yoki yana bittasiniki hammasi aniq bo'ladi. Bunga mana shunday ozgina bor. Lekin nima deydi, oxirgi paytlarda bo'layotgan istikalar orasidagi eng chiroyli istikalardan birisi. Buning uchun biz xursandmiz. Badiiy akademiya tomonidan Xudo xolasa kelajakda boshqacha bir munosabatlar bildiramiz. Buni biz faqat nima qilamiz, lekin O'zbekiston badiiy ijodkorlar uyushmasini oltin medali bilan tabriklayman. Bu ham kichkina narsa emas. Shuning uchun bundan buyog'iga o'ylaymanki, kelajakda O'zbekiston badiiy akademiyasini ham oltin medallarini sohib bo'lib ko'rasiz. Faqat sog'lik kerak, salomatlik kerak, asosiy